Hop bolalar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Kashalarni yeb oldik, ha? Nima o'ynadik kashadan keyin? Legoni o'ynab oldik. Ay, kayfiyatni joyiga qo'yib oldik. Ana endi biz nima o'qiymiz bugun? Erta kitob o'qiymiz, xo'pmi? Ertagimizning oti tulki va turna. Turna nima bilasizlarmi? Mana bunaqa qush. Mana katta qush bahorda uchib keladi osmondan. Balanddan uchib keladi. Katta qush mana ko'ryapsizlarmi? Ko'rdinglarmi? Turnani? Mana uchib ketyapti mana. Mana uchib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ha? Uchib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana katta qush bo'ladi. Oyijonligiga yetsanglar ko'rsatishadi sizlarga. Xo'pmi? Turnani etib berganlar. Etib berganmilar? Ana maladeslar. Oyijonlisi. Bo'ldi. Mana shu tulki va turna haqida erta o'qiymiz. Voy, qanday o'tirishimiz kerak edi? Qo'limiz qayerda turish kerak edi? Xo'p. Sadiq qo'li qayerda turish kerak edi? Oysa. Qani hamma tizzaga qo'yinglar. Hamma qo'li qayerda turish kerak bo'ladi? Oysa. Qo'y. Xo'p, mana. Bunda o'tirasizlar, ha? Men boshlayman. Xo'pmi? Mana. Qachonlardir tulki bilan turna qattiq do'st bo'lib qolishibdi. Bir kuni sayr etib yurib, ular tulkining iniga kirishibdi. Ularning iziga turnadan tushgan ovchi inga yaqinlashibdi va uni kavlay boshlabdi. Shunda turna tulkiga murojaat etdi. Eshit o'rtoqjon, aytishlaricha sen o'tmishda ayyorlikni bilar ekansan. Bu esa odam bilganidan ikkitagina kam. Biron nima o'ylab topgin, voy, qo'yvaron. Biron nima o'ylab topgin, aks holda ovchining qo'liga tushamiz debdi. Shunday qo'rqib ketyapmanki, nimalarnidir o'ylashga ham ojizman. Balki sening aqlingga biron fikr kelib qolar, javob beribdi.